Assalamualaikum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun xudo xolasa fevralning 1 ayning boshi sizlarga bir seyfdan ishlash jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Materiallarni, sifatini, nechta narsalarni ishlab turganimizni taqishli ko'rib boraverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, kanaldan uzoqlashmang, bir like bosib kanalni kuchayishine yordam berib, shunday eshiklar sifatli variantda ishlangan eshiklar kimga kerak bo'lsa shunga jo'natib qo'ying. Eshigimizning palatasini, qalinligini, listni, stenasini hammasini ko'rsatib boramiz. Eshigimiz shumga urilgan. Hamma joyini steklavatdiki, kalpolonning germetikga bosib ishlatdik yana. Katta ob'yomdagi darvozamiz xudo xolasa Toshkent shahridan o'rnatib beramiz. Hamma narsasi boltlarki bilan yenglanib, xudo xolasa bir mashinada Isuzu'da olib borib so'natib beramiz. Yana eshigimizning sifatini ko'rishingiz mumkin. Bu hamma joyi qalin listlardan bikib ishlangan. Bu hamma joyi profildan terilishga biz ham uni akkuratni ham did bilan ko'rsanish uchun dizaynerini o'zimiz stanoklarda bikib bir yerga ishlab qo'ydik. Bu do'stlar ko'pchilikni mehnatini talab etadi bu. Beda hozir shukurkachi, shpaklopga yemek ko'radigan bolalar, kraskachi bolalar hammasi bir yerga ishlab turibdilar. Suvarchik bolalar. O'zim ham shu yerda ish jarayonida ishlab turibman. Xudo xolasa bu yerda shpaklop ko'rib, yemek ko'rib, stopga deydi. Mana bir qator kraskadan burun yuvamiz buni. O'zi raskyuterni aralashma qiladigan narsasi bor. Shuni damirda ponni suvda nishatib narsa yuviladigan bo'lsa, shunda yuvib chayib olamiz buni. Xudo xolasa keyin issiq joyda atratinni gruntovka antigraviy tekis keyin kraska olib ajoyib laklardan, mashinali laklardan sabab xudo xolasa sizlarga video obzor qilib ustoqki joyini ko'rsatib boramiz. Eshiklarimiz ham yana yangi dizaynda ishlanib turibdi. Bu eshiklar olti chizgi. Hamma joyi kalpolojni shum ko'rilib, steklavatda qilib, profillarni steklavatda qilib turibdi. Abstratinni did bilan e'tibor etib ishlatib, har bir detalni yaxshi narsalardan bichib, qalin listlarda ishlab qo'yamiz. Belar ham spolashli oyna bo'ladi. Turetskiy formada ishlandi bu. Xudo xolasa oblanishlardan ham e'tibor beringlar. Ishlanishini, dizaynini, ko'rinishini, hamma narsasini e'tibor berib, baho berib boraverasizlar do'stlar. Kimga shunday xudo xolasa sifatli variantda did bilan ishlanadigan eshiklar kerak bo'lsa, bizlarga xudo xolasa telefon qilaverasizlar.